Assalom aziz chorva dunyosi va chorva olam nomlichilar. Mana bugun 2026 yil 8-mart sanasidan Qashqadaryo mol bozori yonida yem qashqalardan videosini ko'ramiz. Agar kanalimizga yangi tarafdan qizil parchasini bosib qo'ymoqchisan bosing. Agar videolarimiz yoqsa like bosib o'tganda biz videolarimizni boshladik. Aka, nech pul ekan? Somon presmi bu? Somon pres ekan. Qanchadan ekan? Ko'tarilish 25 ming deyapmiz. Ko'tarilish 25 ming. Razmerlar necha ekandi buni? Razmeri 1.20. Bular ham sizdan? Ha, ular meni. Bular qanchadan? Bular ham shunaqa. Ular narxi bir. Ayting nomerni. 93 93 073 073 54 54 31. Dastlabki bor ekan. Nech pul ekan beda preslar? 40 ming. Razmer necha ekan? Razmer 90 80. Bir chiqmaydi. 80 90 bo'lsa bo'ladi. Sizdanmi bular? Ayting nomerni. 293 93lik 240 240 0104. 0104. Aloqaga chiqarasiz. Dastlabki xizmatlar bor. Bor. Kechning oldin chiqarasizlar. Shunday rahmat. Ha. Somon kimdan ekandi bu? Sizga men narsa olib Nech pul ekandi somon? bo'l. To somon qancha bo'libdi? Somon 28 ming. Razmeri nechidi buni? Razmeri 1.20. 1.20. Ha. Beda ham sizdan bu? Berdim menda. Nech pulda beda? Beza 45 ming. 45 ming. Razmeri nechidi buni? Razmer 91. Ayting nomerni. Nomer 99lik 99lik 669 669 1099. Dastlabki xizmatlar bor. Ha, bor. Kechga oldin chiqarasizlar. Ha, shu atrofida bor. Shahar atrofi bor. Sizlarga faqat. Ya, assalomu alaykum. Ko'rmisizlar? Hozirmisiz? Qancha bo'lib dag'al qashay bu? Dag'al 20 mingdan. Ha. Somonlarchi? Avval 27 ming. Qashay aralashgan bu? Ha, qashay. Razmer nechidi buni? Demak 1.20. 1.20 katta ekan, ha? 20. Ayting nomerni. 94lik 760 98 28. 1.20lik. Kompaniya olib keting, men qarangda. Bu yerda oldimmi? Oldim. Ha. Bo'l. Bular sizlardan bu? Qancha ekan bu dag'al qashi? 20 mingdan. Bu ham 20 mingdan, ha? Bu nima ekandi? 35 ming birinchi o'rin berdi. Ha, birinchi o'rin berdi. 35 ming. Razmerlar necha ekan bu? 90lik. 90lik. Somonimizdanmi? Bu qancha ekan somon ko'rasiz? 26. 26 ming. Bu sizniki bilan. Akam, razmer nechidi buni? Bular 91. 91. Ayting nomerni ayting. Nomer 95lik 95lik 190 190 1932. Bozorda 1932. Bozor prislayapti. 26. Lenjiq. Nech pul ekan beda prislar? Kimdan ekandi bu? 42 deyapti. Ha? 42 deyapti. 42 ekan. Gul yo'q yana. 42 ming so'm ekan. Bu somon pris qancha ekandi? 32 ming. 32 ming. Razmer. 1 metr ekan. 1 metr 1.20 ming. 32 ming dedingizmi? Ayting nomerni. 99lik 99lik 106 55 32. 55 32. Aka, nech pul ekan somon pris? Qancha? 30 ming. Razmerlar nechidi mana? 1 metr. 1 metrmi? 97lik 617 64 66. Dastlabki xizmatlari bor. Kechning oldin. Bitta berdi. Nech pul ekan somon prislar? 25 ming. Razmer nechida ekan? 80 90. Gulbida qancha ekan? 45 ming. 45 ming. Bular ham 80 90 deyman, razmerlar. Arzon olganimiz bunday. Qancha bor ekan? Kilo qancha ekan? 45 ming. Qancha olaman? Ayting nomerni.
Güzelami? Güzel 45. 45 tane. 40 mingligi ham bor. İçigami? Buchi bu ham sizdanmi? Bu ham bizdan desa ham bo'ladi, 25 million. 25 ming so'm. Ayting nomerni ayting. 97 97 lik 213 50. 213 55. Dastlab xizmatlari bor. 5 yil oldi. Bu changaloq anavini kim deyman ha? Zavod kim deyman ha? Nech pul ekandi bu? Egasi yo'qmi? Qancha bo'libdi bu changaloq? O changaloq egasi. O shapiraga, nech pul bo'libdi bu? 2,5 mingmi? 2,5 million. Nomerni ayting. Nomerni ayting. 88'li 674 05 55. Bu zavod kim deyman ha? Bu zavodniki tozasi, qimmat. Tozasi, yana. 20-30 foiz chigiti bor ichiga. Dastlabki xizmatlari bu. Dastlab xizmat. Kirishga olib chiqaverasizlar. Ha. Bo'pti. Bu nech pul ekan beda purislar? Buni chiqaring aka. Qancha ekan? 40 ming so'm. Buchi? Bular qancha? 47. Razmerlari nechi ekan buni? Gulbek ekan ha? 89. Ayting nomerni. 90 669 50 90. Dastur. Bo'ldi. Dastur. Aka somon pris qancha ekanda? 35 ming so'm. Razmerlari nechida? 90. 90lik. Nomerni ayting. 88lik 317 45 05. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Qancha bo'libdi bu? 35 ming. Dekovdik ha? Hozir. Bo'l. Ayting nomerni. 91lik 218 33 20. Buğday nech pul ekan gelas? 4 ming. Bu 5300 ha makka. Bu ham sizdanmi? Uni kunjalan bu, ana va shurutda bu. Jo'zkimi? 6600 ekan. Ayting nomer. Nomerni ayting. 97lik 222 222 92 92 34. 34. Ha, shuni aytdim. Bo'ldi. Nech pul ekan arpan gelosi? Yana bitta. Aka yana bitta mushoq qilinsin. 5 ming so'm. Bug'doy nech pul ekandi? 4 ming so'm ekan. Kiretgan. Bu qancha ekan? Mana bu o'tirg'a bu, bedavruqmi? Nech pul ekandi bu bedavruq? 60 Olmuş ming gelosi. Mop ketdi-da. 5 ming. Bedavruq. Mana mana. 40 ming. Ya, 40 ming so'm ekan. ana undan bering. Yo, uni buvat, uni bering. Ana undan bering. Xola makka nech pul makka? Oling. Makka. Ha, Makka shundan 5 qo'ying qani. 5 ming so'm. 10 Nomerni mingni qo'ying, 10 mingni. Ola, mana shuni 10 mingni qo'ying. Nomerni ayting, nomerni. 33lik 970 50 99. Makka nech pul? ekan. Qancha aka makka nech pul? Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Qaysisiz? Mamamizdan? Bizga ek qo'y. Yakka. Qancha ekan makka? 5 ming. Bug'doy. Buni 3009, xaltaga 3800. Arpa? Arpa 4800, xaltaga 4700. Dastavkasi ichida. Ayting nomerni. 97lik, 97lik 386, 386 80 87. 80 87. 87. Mana bas sizniki. Qancha bo'ladi bu makka? Makka 5 ming. 5 ming so'm. Arpa? 4,5. Dur, bugun borgan masalan. Bu tarixami? 5 ming. 5 ming tarix. Bu bug'da 3900. 3900. Bu broiler birinchi yemi nechi? Bunisi 8 ming. Ayting nomerda.
91'lik 156 99 94. Aka bug'doy nech pul egandi? 4 so'm. Makkachi? Bu oqishi? 5,5 so'm. Arpa? 5408 ha? Bu broiler 1 ha bu? Ovqatlar. 8,5 so'm ekan. Bu makkani ezilganicha? 5,000, 5,5. Bu bedavr ha bu? 45 ming. Ayting nomerni. 91'lik 210 92 80. Aloqa chiqarasizlar.